asosiy ish jarayonini nazorat qilish haqida gaplashamiz. Buning uchun dashbordga kiramiz va bizdagi полный ish jarayoni kelib chiqadi. Bu yerda jami tushum, jami kartadan tushum, umumiy qarz, qancha klientdan, jami buyurtmalar soni, jami chiqim, ombor xarajatlari va sof foyda bu yerda chiqadi. Bu yerdan kerakli sanani tanlaymiz va o'sha sanalar vaqt oralig'idagi barcha ma'lumotlar mana shu qismda chiqadi. Bu yerda biz ishchilar kesimidagi ish jarayonini nazorat qilishimiz mumkin. Bu qism orqali qaysi xodimimiz qanday ishlayotganini to'liq nazorat qila olamiz. Masalan, kim nechta klient qo'shdi, qanchasi to'lov qildi, qanchasi qarzdor turibdi, tushirgan puli va o'sha xodimimizni buyurtmalari bu yerda yetkazilgan holatda turibdi. Hop, pastroqda bizda grafik hosil bo'ladi. Ya'ni biz muddatni tanlaganimizda hozir bugungi sana turibdi. Jami 110 ming so'm tushum bo'pti. Keyingi qismda bugungi buyurtmalar soni va pastki qismda o'sha holati hozir yetib borgan turibdi va keyingi qism, ya'ni biz agar kattaroq muddatni tanlasak, bizda to'liq ish bo'lgan bo'lsa, bizda mana shunday grafik hosil bo'ladi. Ya'ni biz bu orqali qaysi kuni savdo yaxshi bo'ldi, qaysi kuni sekinlashdi. Mana shuni bemalol o'lchashimiz mumkin. Ya'ni qaysi kuni ko'proq buyurtma tushganini shu qism orqali bemalol ajrata olamiz. Bu yerda qancha buyurtmalar yangi, qanchasi jo'natilgan, qanchasi tasdiqlangan, qanchasi bekor qilingan, hammasini ma'lumoti chiqadi.